Toychog'im, tug'ilgan kuningni bir kundan keyin nishonlab berdim, xafa bo'lmading? Yo'q, rahmat. Kecha ko'rding, vaqt yetmadi, ha? Nima olding? Nima? Ukalaringga ham nimaga olding shu? Men o'shanga savol bermoqchiman senga. Bugun sen tug'ilgan kuning. Ukalaringga ham qo'shib sovg'a olding, to'g'rimi? Nimaga? Rosti akam yaxshi ko'raman. Ukalarni yaxshi ko'rasan, ha? Muhammad Alini yaxshi ko'rasan, Xurijahonni yaxshi ko'rasan, Mehrimoqni yaxshi ko'rasan, ha? Hammasiga nima sovg'aning ko'rsatib yuborchi, o'g'lim. Bu kimga? Lego Aliga. Aliga, Muhammad Aliga. Bu-chi? Bunisi Xurijahonga. Xurijahonga. Bunisi Mehrimoqga, Poni. Poni Mehrimoqga. O'zingga nima olding? Kanki. Kanki? Endi uni ucha olarmikinsan kankiydi, o'g'lim? Mana. Kankimi, shaqada men tushunmayman. Obunachilar o'g'lim tug'ilgan kuni hammada ham tug'ilgan kun bo'lganda o'sha kun o'zida nishonlab bera olmaydigan otalar bo'lsa kerak. Men ham kecha ma'lum sabablarga ko'ra hech o'g'limga vaqt topa olmay qoldim. Bugun olib chiqib bozordan oldik. Men doim hayron qolaman o'g'limga, hamma farzand shunaqa bo'lsa kerak. Doim ukasi Muhammad Aliga sovg'alaman, ukalarimga sovg'alaman deydi. Umri uzoq bo'lsin, hamma aka-uka bir-biriga mehribon bo'lsin. Bundan maqsad maqtanish boshqa emas, mehribon bo'lishsin degan maqsadda aytmoqchiman. Sabab aka-uka baribir keladi, chunki biz 4 aka-ukamiz, bir singilimiz. Men ham 3 ukam men uchun mehribon, men ham ukalarim uchun mehribonman. Qiyinchilik kunda, boshqa kunda aka-uka baribir kor keladi. Aka-ukalarning joni sog' bo'lsin, hamma bir-biriga mehr-oqibat bo'lsin. Qur'on Cho'chqo'rg'on sizlarni yaxshi ko'radi.